Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Psixomet 24 klinikasi Navro'z ayyomi bilan bizning klinikamizga kelib tuzalib ketganlardan eksklyuziv intervyu olish uchun bir fursat paydo qildi. Mana o'sha video. Qo'rquv, vahima, xavotir, qaltiroq, ichlarim qaltirardi, yuragim tez urardi. O'lib qolaman, hamma narsadan o'lib qolaman. Ovqat yesam ham shu bir narsa bo'lib qolsam-chi, o'lib qolsam-chi, bolalarimga qaraman misol uchun, voy, men o'lib qolsam bolalarim nima qiladi deb YouTube orqali ko'rib, mana shu natijalarni ko'rib, mana shu Toshkentgacha keldim. Mana shu o'tiribman mana. Tepamda Xudo turibdi. Bismillah deb gapiryapman. Bu kasallik hech qachon odamda yuzida namoyon qilmaydi. Ko'rgan odam soppa-sog' ko'rgan odam so'rchi soppa-sog'san-ku deydi. Bu odam kasallikni ichida yashaydi-da. Lekin tashqaridan ko'rgan xotini, aka-ukalar ko'rsa, bu soppa-sog', bu jo'rda qilyapti deydi. Mana yo'l qo'ymaydi bu kasallik. Mana bizning ishxonamizga kelgan kepkali bola. Mana shu kepkali bola. Lekin bu yoqdagi kepkali bola boshqa u. Mana haqiqiysi. Nimaga unaqa dedim? Mana Lochinbek 1 yil oldin 26-mart kuni bizning klinikamizga, Psixomet 24 klinikasiga murojaat qilgan. Bu yog'ini o'zidan eshitamiz. Haqiqatan ham avvalambor assalomu alaykum sizga. Alaykum assalom. Haqiqatan ham to'g'ri gapirdingiz. 2024-yil 26 martda kelganman. Sizni mana shu klinikangizga kelib mana shu sizda davolandim. Ya'ni shundan natija olib mana 2025-yil mana yana 1 yildan so'ng ko'rishib turibmiz. Qanday natija bilan ko'rishyapmiz? Juda ham yaxshi natija. Mana shu yerdan natija olib ketganimdan so'ng menda hech qanaqa narsa qaytish ham bo'lmadi. Xudoga shukr, ishga chiqib ketdim. Ishlarimni yuritdim. Ishlayapman hozir. Xullas, uyda o'tirmayman. Qimir qilib yuraveraman. O'zimga ish topib, yoqdan ish olib, ana shunday qilib. Lochinbek, bizni birinchi marta ko'rayotganlarga nima haqida gapiryapti o'zi bular deyish mumkin. Shularga batafsilroq aytib bersang. Meni oldimga kelishingga nima sabab bo'ldi? Bu qanday boshlangan edi? Men qanday ishladim? Natija bo'lgandan keyin nimalar bo'lib ketdi? Mana shular haqida. Men shu 2019-yil otamning vafotidan keyin mana shu qo'rquv, vahima, xavotir meni chulg'ab oldi. Odamlar hammani otasi yoki yaqini o'lsa qo'rquv vahimaga tushaveradimikin? Qachon bunaqa voqea bo'lishi mumkin ekan deyish mumkin-da. Nima bo'ldi o'sha kuni? Endi o'sha kundan boshlab siz qo'rquv vahimaga tushgansiz. Nima bo'ldi o'sha kuni? Mana shu 2019-yil mana shu 27-avgust edi. Shunda mana shu otam kasal yotuvdi. O'zim qarardim. Keyin otam aytdiki, "Lochin" dedi, "Ha desam, hech qayerga ketib qolmagin" dedi. Kim aytdim, "Yo'q, sherda bo'laman" dedim. Keyin dadam aytdiki, "Boshim og'riyapti" dedim. Boshini ozgina bosdim. Keyin eski kunlarni esladik, gaplashib yotuvdik. Birdaniga men savol beryapman, gapimga javob beryapti, lekin birdaniga indamay qoldi. Keyin men hayron bo'lib turdimda, kimni qarasam nafas olmayapti. Keyin badanni ushlasam sovuq, quloqimni yuragiga tutsam yurak dukullamadi. Keyin o'sha payt ozgina qo'rqdimda, men aytdim o'lib qopti-yu dedimda, keyin uydagilarni chaqirdim. Shu zahoti uydagilar kelishdi, keyin aytdiki vafot etibdi dedi. Bu yoqqa olaylik dedi. O'sha payt men ko'targan paytim, shuni qo'yayotgan paytim nafaslar chiqib ketdi og'izdan degan ovoz chiqdi. O'shanda bir qo'rqib ketdim. Seskanib ketdim. Lekin o'sha payt issig'ida bilinmadi hech narsa.
Keyin shu bilan vaqt o'tgan sari, kun o'tgan sari menda ovoz eshitiladigan, ko'zimga ko'rinadigan bo'lib boshladi. Nimalar ko'rinadi? Menga shu otam yotganlari, ozib ketganlari, keyin mana shu o'lib yotganlari, og'izlari ochilib qolganlari, shunaqa holatlari ko'p ko'rinardi. Keyin mana miyang to'xtovsiz aylanaverardi-da. Miyada boshqa narsa yo'q, faqat o'sha video. O'sha video, o'sha rasm, o'sha video, o'sha rasm. Ana hech degan ovoz. Xuddi ana shu ko'z oldimdan hech kim ketmaydi. O'sha payt ketmasdi. O'sha payt ketmasdi. Ya'ni ana o'zi sen menga aytdingki, qarab turgan ko'zlaring deding, esimda qolib ketdi. O'shada shu ochiq o'lib qolgan-ku, ko'zi ochiq edi, o'sha payt o'sha ko'zi ochilib turganlari. Faqat nimaki shuni eslayverardim. Ana shu miyamda aylanaverardi. Oxiri u kun sayin kuchayib bordi menda. U eplolmadim. Undan keyin onam vafot etib qoldi. Qancha vaqt o'tgan? 1 yildan keyin onam vafot etdi. Endi menda umuman kuchayib ketdi shu narsa. Endi o'z chalg'itib ham bo'lmas ekan bunda. Chalg'ita olmadim. Nimalar bo'ldi? O'shandan keyin vahima, men ham o'lib qolaman. Vahima, men ham shunday bo'lib o'lib qolishim, men ham shunday bo'lib o'lib qolsam-chi, bular ham shunday bo'lib o'ldi-ku, menda ham shu holat bo'lyapti-ku, bular nafas qildi, menda ham nafas qisyapti degan narsalar. Bularda ham davlenasi ko'tariladi, skor chaqiruvdi, meni ham davlenim ko'tarilyapti, men ham shu holatga tushib o'lib qolaman-ku deb faqat miyada ana shu aylanib qoldi. Bitta narsa o'lib qolasan, sen kasalsan, men ham shularga o'xshagan kasal bo'lib qoldimmi-kan? Men ham shunaqa kasal bo'lib qolsam-chi degan fikr. Boshqa narsa o'ylash yo'q. Shu fikr bilan yurdim, shu xayollar bilan yurdim. U menga ketma-ket yomon xayollarni olib keldi. Qo'rquv, vahima mahkam ushlab olgan yoqamdan. Hech qayerga keta olmayman. Yo'l yo'q, dardimni hech kimga ayta olmayman. Kim nima desa ishonaman. Menga hattoki nevrozlarda shunday narsa bor. Ozib ketibsan, ranging oqarib ketibdi. Sen ertaga o'lib qolasan-ku desa, o'sha nevrozdagi odam, ha, men erta indin o'laman ekan deb ishonadi. Chunki u o'shani ichida yuradi-da. O'shaning uchun ishonadi. Qancha vaqt davom etdiki? Bu 7 yil yurdim. 7 yil yurdim. Aytishga oson. Aytishga oson. Endi har bir kun aytib bo'lmaydi. Ko'chaga chiqa olmaysan. Ko'chaga chiqa olmasdim. O'sha ko'chaga chiqmay qo'ydim. Hammadan uzildim. Suhbatlashish yo'q, hangama yo'q, birov bilan gaplashish, ota yo'q, ona yo'q. Uyga kirsam nafas bo'g'adi. Uyga chiqaman. Miyadagi ana u videolar ketib qoldimi yo hali ham turibdimi miyada videolar? 7 yil davomida. Men mana aytaman, men reklamaga yoki maqtash, birovni aniq uchun kelganim yo'q. Agar bo'lganda sizga telefon qilib aytgan bo'lardim. Zebnus opa, bu pulni oldingiz, to'ladik, lekin menda qaytdi degan bo'lar. Menga 2 ta konsultatsiya degansiz. To'g'rimi? Mayli, lochin borgin. Agar yana shunaqa ro'y bo'lsa, men bitta konsultatsiya qilib beraman degan edingiz. Lekin men u tekin konsultatsiyaga muhtoj emasman hozir kunda ham. Mana shu shetdan 2024-26 mart kuni men shetdan chiqib ketdim natija bilan. Mana endi bugun keldim. 2025-yil mana ro'za oyidamiz. Martda. Men hali qaytganim ham yo'q. Menda unaqa narsa bo'lgan ham yo'q, xayolim kelgan yo'q. Ya'ni to'liq tuzaldingiz. Naborotiga esla olmayapman. O'sha qo'rquv. O'sha kunlarni, o'sha menda nima voqea bo'layotganlarini mana eslab aytib bera olmayapman. Onda sonda yoqdan bu yoqdan esim kelib qolib aytayapman. Bu degani tamomla miya o'sha kunda o'chirib tashadi. Qancha ishladi? Anig'i sizni o'zingiz o'chirdingiz, miya o'chiramiz dedingiz. Qanaqa qilib o'chirilar ekan miya? Endi miya o'chirish har kimga ham emas. Bunday olib qaraganda. Hammaga ham emas. Chunki soni ko'p. Biz sifatiga ishladik.
Men sifatini izlab kelganman bu yerda. Yo'q, endi xalq aytadi-da, qanaqa o'chirar ekan, miyasiga tok qo'yarmikin, suhbatlashib o'tirsa o'chaverarmikin deb o'ylaydi-da. Qaysi metod bilan ishlardim? Yo'q, u tok qo'yish yoki apparat unaqa narsa qilingan yo'q. Menda ko'z harakatlari, motivatsiya, gipnoz orqali ishlandi. Lekin menda bo'lgan shu, miya o'chdi o'sha payt. Qo'rquv eslang, boyagi narsani eslang desam, unaqa narsa hayolimga kelmadi ham. Hozir ham yo'q. Umuman yurak baquvvat bo'lib ketdi undan keyin. 1 yildan keyin lochin qanday? 1 yildan keyin lochin 100% tuzalgan. Soppa-sog'lom hayotga qaytgan. Men shunday deb bilaman. Sababiki ishga chiqib ketdingiz. Ishdaman men. Qanchani chiqdingiz? Mana 26-mart kuni meni oldimga keldingiz, nechinchida chiqib ketdingiz ishga? 2024-yil 26-martda kelganman. 28-martda men ishga chiqib ketganman. 7 yil chiqa olmagansiz, 7 yil ishlamagansiz. Undan keyin shart oldida chiqib ketdingiz. Chiqib ketdim. Mana hozir qo'rquv kelmadimi o'sha chiqib ketganingiz kuni? Yo'q, aytayapman-ku, yo'q. Men shu narsani o'ylab ketgandim. Bo'lib qolsamchi, yo'q. Siz lekin o'sha payt aytdingiz, yo'q, qaytmaysan dedingiz. Lekin qaytsang bitta konsultatsiya qilib beraman degan. Lekin mana bir marta keldim. Ikkinchisiga kelganim ham yo'q. 1 soat ishladi. 1 soat ishladingiz, lekin haqiqatdan ham 1 soat ishladingiz. Lekin 1 soat ichida natijani oldim, mana ketdim, mana 1 yildan keyin kelyapman. Endi mana 1 yildan keyin sen taniganlar bor, kepkali bola deb internetda tanilgansan. Mana 1 yil ichida o'zing korxona ochibsan, o'zing biznes ochibsan. Endi avval sizlardim, mana ukamdek bo'lib qolibsan, sanlavordim. O'sha biznes ochibsiz, o'zingizni kasbingizga yana qaytibsiz. Mana avlodingiz nonvoylik bilan, kasbi hunarmandlik bilan shug'ullanar ekan, yana qaytibsiz shu kasbga. Undan tashqari o'zingiz aytgandek, qo'yingiz to'libdi, molingiz to'libdi, uyingiz to'libdi, dasturxoningiz to'libdi, bolalaringiz hali mani otam boy deb g'ururlanishni boshlabdi. Shu odamlarga bir savollar bermoqchiman, Zebin opa. Odamlarning ichida mana bunday savollari bo'ladi. Men o'zim shu holatdan o'tganim uchun ayta olaman dedingiz. Qanaqa savollaringiz bor menga? Men mana shu Instagram orqali, YouTube orqali ko'pchilik ko'rishdi. Nomerlarimni qo'ygan edim men. Sababiki bu nomerlarni qo'yishda qiynalishmasin deb. Menga o'xshagan qiynalganlar juda ham ko'p ekan. Shuning uchun endi Brekda emas, juda ham ko'p Samarqandda, Qashqadaryoda do'stlarim bor meni. Shular bilan suhbatlashganimda ko'p savollar berardi. Shulardan qiziqtirgan savollarni sizga olib kelganman. Endi agar ko'rib turgan bo'lsa, ular ham ko'radi albatta. O'shalarga javoban ko'pchilikni tashkil etadigan, ko'pchilik aytadigan gapi nevrozlarda yuragim tez urib ketyapti, qon bosimim ko'tarilyapti deydi. Lekin shu narsani men o'zimni eplay olmayman, dori ichsam qon bosimim tushyapti deydi. Lekin menda shu narsa bo'lgan, lekin men dori ichsam ham, ichmasam ham menda u qon bosim o'zi ko'tarilib, o'zi tushgan. Shunda nevrozlarda haqiqatdan ham qon bosim o'zi ko'tarilib, o'zi tushadimi? Yoki nevrozlar qon bosim bo'ladimi? Shu nevrozlarda mana shu yurak tez urib ketib, qon bosim bir ko'tarilib, kelgan joyiga keladimi? Shu savollar ko'p. O'shani nomini nima deydi? Birinchidan qon bosim kasalligi degan holat bor. Gipertoniskaya болезнь deydi uni. Ya'ni gipertonik kasalligi deydi. Gipertoniya kasalligi deyiladi. Gipertoniya kasalligida qon bosim baland bo'ladi. Uni gipertoniya kasalligini
qon bosim ko'tarilish kasalligini vahimadagi qon bosim ko'tarilishga umuman aloqasi yo'q. Biri tuz, biri shakar. Tushunyapsan? Umuman aloqasi yo'q. Yurak qon tomir kasalliklarida, qon tomirlarida ichi yoqqa to'lib qolgan paytda qand kasalligida qon tomirlarida ichida o'zgarishi bo'lib, qandli diabet bo'lgan paytda yoki jigar sirroz bo'lgan paytda qon bosimi ko'tariladi. Po'shka kasalligida ham ko'tariladi. Bu gipertonik kasallik, bu boshqa kasalliklar bu. Lekin vahimada miyadagi qo'rquv gormoni ishlatib yuborgandan, kortizolni ishlatib yuborgandan keyin qon bosimi birdaniga ko'tariladi. Ya'ni qarang, miyada yomon fikr paydo bo'ldi. Sen o'lib qolasan yoki miyada video paydo bo'ldi, otasini uxlagani yoki yana nimadir paydo bo'ldi-da, o'sha paytda qo'rquv mediatorlari ishga tushib ketib, buyrak ustida kortizol bilan adrenalin paydo bo'ladi. Adrenalin davleniyani birdaniga ko'tarib yuboradi. Ya'ni buni otini biz kriz deb ataymiz. Ikki xil kriz bor. Simpata adrenaloviy kriz bor, vagoinsulyarniy kriz bor. Simpata adrenaloviy krizda adrenalin qonga tushganligi uchun adrenalin nega qonga tushadi? Chunki bizda yomon xayol keldi. Yomon xayolga adrenalin qonga tushadi, kortizol qonga tushadi va davleniya ko'tarilib ketadi. Bu paytda mana qarasang, juda ham ko'p yuguryapsan. Nima bo'ladi? Shunaqa narsa bo'ladi. Qoch deydi. Ichingga juda katta kuch keladi. Tushunyapsan? U kuch seni betoqat qilib yuboradi. Yurib ketadi, davleniya ko'tarilib ketadi. Juda ham yomon sezadi odam, inson o'zi. Va ikkinchi kriz bor. Vagoinsulyarniy kriz bor. Unda davleniya tushib ketadi. Bu paytda insulin qonga keladi. Shuning uchun ikki xil krizni boshdan o'tkazadi odamlar. Simpatadrenal kriz, davleniya 140, 160, 200 ga ko'tarilishi mumkin. Saldan keyin yana birdaniga tushib ketadi. Shuni o'rtasidagi holat titroq, nafas siqishi, vahima, yurib ketishlari bo'ladi shuni o'rtasida. Tushunyapsan? Ya'ni simpatadrenal kriz alohida kelishi mumkin, vagoinsulyar kriz alohida kelishi mumkin. Va ikkalasi almashinishi mumkin. Ya'ni buni gipertonik kasallik degan kasallikka aloqasi yo'q. Bu faqatgina gormonlar o'ynashi oqibatida ko'tarilayotgan davleniya. Bu hech qachon insultga olib kelmaydi. Bu hech qachon infarktga olib kelmaydi. Bu oqibatida hech qachon tomirlar yorilib ketmaydi. Tushunyapsanmi? Mana qara, sen kuniga 50 kilo masalan unni xamir qilib, yopib odamlarga tarqatadigan qo'lingda kuch bor. Shu tomirlaring shu darajada kuchli. Qanaqa qilsanda insult bo'ladi? Qanaqa qilsanda infarkt bo'ladi? Lekin davleniya ko'tarilgan paytda odamlar yaxshi tarafini o'ylamaydi. Meni davleniyam ko'tarildi, chunki meni miyamga yomon fikr keldi. Chunki meni otam o'lganda miyamda yomon xayol qolib ketibdi, demaydi. Unaqa demaydi. Aytadiki, men deydi, insult bo'lib qolyapman deydi. Ana og'zi yegan odam, reanimatsiyada tushgan odam, aniyada yiqilib qolgan odam, aytdi sudurga bo'lgan odam esi kelaveradi. Yana bitta esi kelishiga sabab bu insonlar to'xtovsiz YouTube qidiradi. To'xtovsiz YouTube'da yiqilib qolgan, bansada og'ziga narsa solib, burniga narsa tiqib qo'ygan, nafas siqib qolganda yuragini mondaqa qilib, skori kelib, bosib, o'lyapti hozir, qaranglar, shokka olinglar degan narsa miyada aylanadi. Bu insonlar men soppa sog'man, miyamda shu video bo'lganligi uchun davleniya ko'tarildi, hozir tushadi demaydi-da bu odamlar. Savolingizga javob bera oldimmi? To'g'ri. Yana bitta savol, ko'proq qiziqtirgan savollardan yana aytishadiki, men birpas yaxshi bo'laman deydi. Birpasdan keyin mazzam bo'lmaydi deydi. Bo'lmasam deydi, yana birpasdan keyin yaxshi bo'lib qolaman. Qandaydir deydi, yana mazzam bo'lmay uyga ketkim kelib, yana deydi uyga borib yotkim kelib qoladi deydi. Bu ham nevrozda belgisimi yoki tanadagi kasalliklarmi? Shu savollarim ko'p beriladi-da. Ularga nima deb javob berishni bilmaymiz. Shuning uchun. Xo'p. Endi birdaniga yaxshi yurgan paytda, masalan, yomon gap eshitmadi, miyasiga yomon xayol kelmadi,
lekin birdaniga qo'rquv kelib qolishi mumkin. Buni panическое расстройство deb ataymiz. Panическое расстройство bilan panическая atakani farqi bor. Ba'zi bir yurak xurujlari trigger bilan bo'ladi. Ya'ni bitta birov bir narsa aytaversa yoki ko'chaga chiqaversa yoki zinadan tushsa yoki yuragi urib ketsa paydo bo'ladi. Ularda sababi bor. Endi bir xillari o'z-o'zidan yurgan paytda ham kelib qoladi. Buni panическое расстройство deb ataymiz. Masalan, 15 yil oldin uyga o'g'ri kirgan. To'satdan kirgan, haligi inson qo'rqib ketgan, oynalarni paqa-paqa sindirib hali o'g'ri qochgan. Bu meni o'ldiraman deb o'g'ri meni o'ldiradi deb qo'rqyapti. O'g'ri esa meni melsiga beradi deb qochyapti. Fakt что bu to'satdan bo'lgan. To'satdan bo'lgan vahimalar keyinchalik yana to'satdan paydo bo'lishi effekti bor. Tushunyapsanmi? Masalan, sizda o'sha otangizdagi o'lim miyangizda aylangan bo'lsa, xuddi yomon fikrlar o'shanga bog'liq ravishda bo'ladi. Endi to'satdan bo'lganlar kechasi ham to'satdan uyg'onib ketaveradi, kunduzi ham choy ichib o'tirib, endi qo'lini oshga borgan payt bo'lib ketaveradi. Tushunyapsizmi? Ya'ni buni hammasi boyagi biz topib olishimiz kerak bo'lgan miyadagi holat nimadan keldi? Ana shuni topib olib o'shani o'chirishimiz kerak. Shundagina to'xtaydi. Ya'ni bu ham o'z-o'zidan kelishi bolalikdagi travma, masalan, bolaligida podvalga qamab qo'ydi, ota-onasi baqirgan paytda mana o'tiribdi-da 5 yoshli bola, birdaniga uyda cho'niklar otilib, eshiklar sharaqlab, haligi 5 yosh qizaloq ota-onasini himoyasida ekanligini his qilish kerak bo'lgan qizaloq uyda birdaniga baqir-chaqir bo'lgandan keyin birdaniga ko'tarilib ketdi. Hayoti davomida ham mana shunaqa narsa bo'lib turishi ehtimoli, ya'ni nevrozni shunaqa turiga kirib qolish ehtimoli katta. To'g'ri, rahmat. Yana oxirgi shu muxlislarni kommentariyada yozilgan savollardan biri bittasi yozyaptiki, ovqat yeyishga qo'rqaman. Bu ham nevroznikimi deyapti. Shu ovqat yeyishdan qo'rqishlik ham nevrozning holatimi? Ovqat yeyishdan qo'rqish nevrozni bir necha turlarida bo'ladi. Fagofobiya turi bor. Fagofobiya turida ovqat tomog'imdan o'tmaydi, tomog'imda ovqat tiqilib qoladi. Qalqib qolaman. Ovqat yesam tomog'imga tiqilsa, nafasim bo'g'ilib qoladi degan fagofobiya degan diagnoz bor. Yana somatическое расстройство, vegetativная дисфункция kishechnika, ya'ni ichak nevrozi deb ataymiz. Mana buncha gapirmasdan, ichak nevrozida salgina vahima qilsa, salgina stressga tushsa, ko'chaga chiqaman desa, biron joyga boraman desa, mashina minaman desa, uzoqqa boraman desa, o'sha kuni ichib ketib qoladi. Ana endi ular ichib ketmasligi uchun ovqat tanlashni boshlaydi. Meni stressdan, yomon xayoldan ichim ketyapti degan narsani xayollariga ham keltirmaydi-da. Yomon xayoldan ichib ketishi mumkinmi? Hayotda bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydi-da. Ovqatdan ko'radi, ovqat tanlashni boshlaydi va gastroenterologga borsa ham, siz deydi dieta qilmagansiz, siz deydi u deydi, bu deydi, siz ichaklaringiz florasi o'zgargan deydi, Linux iching deydi, u iching deydi, bu iching deydi va ular endi ovqatdan tiyilishni, ovqatdan kamaytirishni boshlaydi. Albatta, nevrozda ovqat yeyishdan qo'rqish ham bor. Nevrozni dori ichishdan qo'rqishi ham bor. Nevrozni ko'chaga chiqishdan qo'rqishi ham bor. Nevrozda pulsni o'lchaverishi ham bor. Nevrozda davleniya o'lchaverishi ham bor. Nevrozda ko'zini ochib olib, o'ynaga qorachig'ini qaraveradi, bu qo'rqar. Tilni ochib, tilni qilib qaraveradi, tilni tagini qaraveradi. Jigarni har kuni ishab ko'raveradi, oshqozonni borib zont yutib kelaveradi. Keyin terisini qarab turib, bunday qaraveradi, tomirlariga qaraveradi. Bitta xolchasini topib olib, qatardim, kichiraydimi deyaveradi.
spid bo'lib qoldim deb uyat bo'lsa ham xotini bilan yaqinlashmay qo'yadi. Qachondir hayotida bo'lgan bir payti bo'lgan narsani eslayveradi. Nevrozda qanaqa turi yo'q deb ayt menga, qanaqa turi yo'q. Og'riq ko'chaveradi, mayda og'rib qoladi, ertasi kuni bega og'rib qoladi. Keyin maniyaga og'rib qoladi, mayda qisadi, keyin maydaga beriladi. Bega qisadi, keyin quloqqa beriladi. Quloqda shovqin, boshda shovqin, yurakda og'riq, oyog'i bo'shashib, men ushlab qolaylar, hozir hushdan ketaman degan turi bor. Yoki miyaga yomon xayol, qo'rquv kelgan paytda seyaveradigan turi bor. Tualetga borib o'tiraveradigan turi bor. Yana bitta uyatli turi bor. Endi aytishga ham uyalasan odam. Tualetga borib oxirigacha orqamdan axlatim chiqmadi deb tualetda 3 soat 4 soatlab o'tiradigan turi bor. Yana men rak bo'lib qolmaymanmi degan turi bor. Aytaylik, kaltakesakdan qo'rqadigan, kaltakesak yo'q bo'lsa qatdan qo'rqasan? Qor yog'i yotibdi, qor, kaltakesak qayerda bor? Lekin u daraxt oldiga kelib, mana shu daraxtda kaltakesak qachondir yurgan degan qo'rqadigan turi bor. Birinchi kechadan qo'rqadigan turi bor. Yigitlarda birinchi kechadan nima qilaman degan qo'rqadigan turi bor. Qo'lini yuvaveradigan turi bor. Mana bu tirsagi bilan setlarni o'chirib yuradigan turi bor. Ko'ylagini har kuni yechadigan turi bor. Bolalarni har kuni cho'miltiradigan, bu yoqqa anekdot bo'lib ketdi bor. Bolalarni har kuni cho'miltirib, bularni cho'miltirmasang uyga mikrob olib keldi degan turi bor. Uyga mehmon kelsa, uni mikrobi uyda qolib ketdi deb butun uydagi hamma narsani ko'chaga chiqarib tashlab tozalaydigan, qishda, qorda gilamlarni olib chiqib yuvadigan turi bor. Qanaqa turi yo'q deb so'ragan. Qanaqasi yo'q? Bu nevroz shunaqa kasallikki, har bitta sohani o'z ichiga oladi. Kardiologiyada yurak og'riydi, yurak urib ketadi, davleniya oshib ketadi. Gastroenterologiyaga bog'liq turi, ovqat to'yganini bilmaydi, ovqat yemay qo'yadi, davomli o'tadi. Qorni dam bo'ladi, ichi ketib qoladi. Qorni ichida hali bir narsa turgandek bo'ladi, tomoqqa narsa tiqiladi. O'z-o'zidan kekiraveradigan turi bor, o'z-o'zidan qichoq tutadigan turi bor. O'z-o'zidan aytaylik, oshqozonda og'riq dog'lataveradi, amayz ichaveradi. Hech oshqozon og'riq qolmaydi. U esa yopishqoq fikr, o'sha og'riq miyaga yopishib qolgan bo'ladi. Shunaqa turi bor. Yana ko'ziga dunyo begona bo'lib ko'rinadi. Dunyoni o'zini begona his qiladi. Dunyo aniq ko'rinmaydi. Qanday dunyo g'ira-shira ko'rinadi. Mashinada yura olmaydigan turi, qarindosh o'rtoq, ovozidan qo'rqadigan turlar. Ovozdan, yana qo'rquv orqali gapirmay qo'yadigan turi bor. Ya'ni jamiyatdan qo'rqadigan, men hozir gapirsam odamlar mendan ustimdan kuladi, meni ovozimni ustidan kuladi, men qaltirashimni odamlar bilib qoladi. Men odamlarga gapirganda qizarib ketaman, qizarishimni odamlar bilib qoladi. Yana qaysini aytib bering? Yana qaysini aytib bering? Ichki qaltiroq degan shikoyat bor, ichki qaltiroq. Ichida qaltiraveradi, baqirashgani issiq qilib 40 gradus issiqda qaynoq choy ichib, baqirashgani oyog'ini tagiga solib adilaverib oladi. Vaholanki, u qaltiroq miyada, ichki qaltiroq. Ana sangiz javob. Endi biz ham YouTube'da Instagram orqali ko'rib qoldim, bitta psixolog aytayaptiki, nevrozlarda qaltiroq bo'ladi, deyapti. Lekin o'sha nevrozni siz tezda kelib davolamasangiz, Parkinson degan kasallikka yo'l qasdayapti. Shu qanchalik to'g'ri? Juda ham xato bu. Juda ham xato bu. Parkinsonizm kasalligi bu ko'pincha avlod suradigan kasallik. Gen kasalligi bu. Parkinsonizm degan gap bilan o'ynashib, oddiy nevrozlarni bunchalik qo'rqitish juda ham noto'g'ri. Va bu gapni doktor aytmagan buni. Bu gapni doktor aytmagan.
bu gapni shifokorlikdan, doktorlikdan ma'lumoti yo'q odamlar kimlarnidir qo'rqitish uchun aytyapti. Vaholanki bu qo'rquv vahimaga tushganlar qo'rqib charchadi. Qo'rqib charchadi, o'zini qo'rquvi yetadi, unga yana tuzalaman, mana shu meni tuzatasan ekan desa, u prямой efir qilsa, voy mana shu prямой efirdan ozgina foyda olamanmikin deb kirsa, sen Parkinson tez tuzalmasang, tez oldimga kelmasang Parkinson bo'lib qolasan. Sen hushdan ketadigan bo'lib qolasan. Ya'ni nima? Miyada rak bo'ladi. Shu bosh og'riqlar agar bosh og'riq nevrozlarda bosh og'riq bo'ladi-ku, o'shani agar nevrozlar psixologga kelib tezda davolatmasa, boshidan rak bo'lishi yoki bir patologik kasalliklar aniqlanishi mumkinmi? Yo'q. Bu nevroz kasalligi organik holat emas. Organika degani organ so'zdan kelib chiqqan, ya'ni organ hujayralarni buzib tashlaydigan holat emas. Ya'ni hech qanaqa rak chaqirmaydi. Ammo kortizolni uzoq muddat tanada bo'lishi immun sistemani izdan chiqaradi. Bu degani u odamlar ko'proq shamollashni boshlaydi. U odamlarda uyqu yomon bo'lganligi uchun, tanasini tiklanmayotganligi uchun boshqa kasalliklar ko'payib ketishi mumkin. Ammo nevroz kasalligi 100% tuzaladigan kasallik va nevroz kasalligi fikr kasalligi. Xarakter kasalligi. U xarakterni, fikrni o'zgartirish bilan tuzaladigan kasallik. Hech qanaqa meni ichimga dori beringlar, meni tomirimga kapelnisa qo'yinglar, osma qo'yinglar bilan tuzaladigan kasallik emas bu. Va xalqimiz 100% qo'rqmasin. Qo'rqmasin bu gaplardan. Bu psixologlarni Parkinsonizm bo'lasan, rak bo'lasan degan gapdan umuman qo'rqmasin. Hech narsa qilmaydi. Sizda necha marta nafasingiz bo'g'ilib qolgan bo'lsa, necha marta yuringiz urib ketgan bo'lsa, necha marta hushdan ketgan bo'lsangiz, ketmoqchi bo'lgandek bo'lsangiz, necha marta o'lib qolaman degan fikr kelsa, baribir qo'rqmang. Siz o'lib ham qolmaysiz, hushdan ham ketmaysiz. Oyog'ingiz bo'shab ketgani bilan infarkt ham bo'lmaysiz. Qo'lingiz mundoq qilib akashak bo'lib qolgan bilan insult ham bo'lmaysiz. Jag'ingiz ham qiyshayib qolmaydi. Tilingiz orqaga ketib qolmoqchi bo'lgan bilan tilingiz ham orqaga ketmaydi va siz 100% nevrozdan tuzalib chiqib ketasiz. Bunaqa qo'rqitishlar u dinimizga ham xilof, e'tiqodimizga ham xilof. Xudo degan gapimizga ham u qarshi boradi ular. Ular yanada ularni qo'rqitish bilan ketyapti-da, band bo'lyapti ana shu. Ular chunki bu savolni bersa, men masalan sizga savol beryapman, men javob olyapman. Ular ham shunday savol beryapti, lekin ular qo'rquv bilan javob olib qolyapti-da. Misol uchun aytayaptiki, shu menda qaltiroq bo'ladi deyaptiki, siz masalan qaltiroqni tushuntirib berdingiz, lekin ko'rganlarimiz u faqat Parkinson kasalligi, qanaqadir sendan shunaqa kasallik kuchayib boradi deyilgan javoblarni olgandan keyin nevrozlarda yana battarroq, kuchliroq qo'rquv paydo bo'ladi. Endi men ataylab psixologlar kuzatmagandim. O'zbekistonda qonun bor. Psixiatriya faoliyatini tashkillashtirish hamda narkologiya faoliyatini tashkillashtirish qonunlari bor O'zbekistonda. Mana shu qonunlarga asosan faqat shifokor, doktor ma'lumot obrazovaniyasi, oliy ma'lumotli doktorgina nevrozlar bilan ishlashga haqqi bor. Ya'ni xalq bilsin, psixologga emas, psixoterapevtga va psixiatrga borish kerak. Ya'ni o'sha senda Parkinson bo'lib qoladi degan gapga ishonib ketuverish kerak emas. Senda rak bo'lib qoladi degan gapga ishonib ketuverish kerak emas. Bu gapni qayerdan topib gapirding? Gapingga javob berasanmi? Deyish kerak xalq ham. Xalq ham bir o'zini haqqini, huquqini, unga sog'ligiga ziyon yetkazadigan gaplar aytsa, bu sog'lig'ingga ziyon yetkazadigan gaplaringga javob berasan
deyishdi xalq ham qachondir bilishi kerak-ku. Bizda emas-ku ayb. U xalq senda rak bo'ladi desa orqasidan ergashib ketaversa, senda Parkinson bo'ladi qo'rquvdan keyin desa orqasidan ergashib ketaversa, u kimda ayb bunda? Xalqni o'zi sen bu gapingga javob berasan deb o'sha qo'rqitadigan psixologlarga qarshi tura olish kerak. Chunki nevrozlar ishonuvchan bo'ladimi? Shunaqa. Ham ishonuvchan bo'ladi, ham tuzalish uchun juda ham tuzalishni xohlaganligi uchun butun joni jahonni berishga tayyorda ular. Tayyor turadi, shunday. Chunki meni o'zimni boshimda o'tgan, kim nima desa ishonardim. Nimani, masalan, suvga kesakni solib ichsang tuzalasan desa, shu ishni qilishga ham tayyor bo'ladi. Shuna. To'g'rimi? Shuna. O'shanday bo'ladi. Shuning uchun men ko'pchilik bemorlarga aytmoqchiman, mutaxassisga uchranglar. Shuna. Mutaxassisga o'qigan, qo'lida diplomi bor, oliy ma'lumotli, tajribaga ega bo'lgan, natija qilgan psixologlarga borib, dardingizni aytsangiz, misol siz dardingizga qarab o'shalar nevrozning qaysi holati ketayotganligi diagnoz qo'yamiz. Qo'yib beradi. O'zi bilan yuzlashib, ko'rishib, gaplashib, o'sha yerda kasalligini doktorniki yoki psixolognikini aniqlagandan keyin, unda qanaqa nevrozi qaysi turlari ketayotganligi aniqlangandan keyin 100% natija bo'ladi bunaqalarda. Chunki men o'ylaymanki, 100% nevroz tuzaladi. Lekin nevrozlarda, masalan, menda ham shunday xayol o'tgan, endi men qanaqadir kasal bo'lib qolganman. Men endi umuman tuzalmasam kerak. Hech kim meni kasalimni topa olmayapti. Doktorlar bilmayapti meni kasalimni degan menda fikr paydo bo'lgan. Lekin mana shu YouTube'da ko'rib sizni mana shu qo'ygan videolaringizni ko'rganimdan keyin menda umid uyg'ondi. Bo'lar ekan-ku, meni ichimdagini aytayapti. Ha, menda ham shunaqa bo'ladi. Sizda bitta darsdan dars olganman. Aytib beraman hozir, u ham esimda. Chi degan ko'rsatuv qo'ygansiz. To'g'rimi? Chi. Yozib uyda rasm chizgan. Uyda rasmini, miyalarning rasmini chi bo'lsa-chi, o'lib qolsam-chi, ketsa-chi. Ana shu narsa menda ko'p bo'lgan. Ana shuni ko'rganimdan keyin miyamda chi degan narsalar yo'qoldi. Yo'qolib ketdi-da, men aytdim, to'xta dedim. Menda ham shu narsa bo'ladi. Yiqilib qolsam-chi, hushimga ketib qolsa-chi, hozir mana moyli ovqatni yeb qo'ysam, davlenamni ko'tarib yorsa-chi degan narsalar bo'lib, o'shandan keyin o'sha darslik olib, mana shu o'tgan. Men masalan kelganimga afsuslanmayman. Umuman afsuslanmayman. Chunki men hayotga qaytdim. Shirin hayotni, totli hayotda yashayman. Chunki meni u oldingi hayotim juda ham achinarli, keraksiz hayot edi. Chunki qizig'i yo'q edi. O'shaning uchun demoqchiman. 24 soat umrda o'tishi ham qiyin edi. Juda ham. Chunki xuddi insoniyat hamma narsani to'yib ketganda. Hech kim qiziq emas, bir joyga chiqsa bo'lmaydi. O'shaning uchun demoqchiman, men tomoshabinlarga aytmoqchiman, pullaring, qissalaringda, lekin mutaxassisga boringlar, mutaxassisga uchranglar, qo'yilsin deringiz, mana kelinglar, ko'ringlar, natija qilgan, tajribaga ega bo'lgan psixologlarga murojaat qilinglarda, bemalol mana shu darddan forig' etinglar. Chunki bu kasallik albatta tuzaladi, lekin bu kasallik sizda hech narsa qilmaydi. Sababiki, agar o'lganimda yoki insult bo'lib qolganimda, hushimdan ketib qolganimda, yo'lda yiqilib qolganimda, odamlar ichida sharmanda bo'lganimda men bo'lgan bo'lardim. Bo'lmadi. Sababi. Lekin mana kelib shifosini topdi, yaratgan Alloh berdi shifoni, endi sababchi bo'ldi. Mana 1 yildan keyin uchrashib turibmiz. 1 yildan keyin mana ko'rib turibsiz.
siz baribir nevrozlarni bilasiz-ku, kim nevroz, kim nevroz emas. Mana Xudoga shukr, yaxshiman. Hech qanaqasi qaytgan yo'q. 100% tugul 200% ham bo'lib ketdi deb o'ylayman. Bu kasallik meni butunlay tark etdi. Nasib. Alloh shifo bergan rost bo'lsin. Yana bitta narsa aytmoqchiman-da, ba'zi mutaxassislar men Rossiyada o'qidim, men yerda o'qidim, bu yerda o'qidim deb 4 oylik, 3 oylik, ya'ni qanaqadir bir qog'ozlar, sertifikatlar bilan internetga chiqadi-da. Ular ham oliy ma'lumotlilik haqidagi diplomini bermasa, diplomini ko'rsatmasa, xalq unaqa mutaxassislarga borish kerak emas. 3 oylik, 4 oylik, 2 oylik o'qigan bilan bizni sohamizdagi nevroz kasallarini davolashni eplolmaydi, diagnoz qo'ya olmaydi. Aytadi, anitdan o'qib oladi, maytdan o'qib oladi, aytdi, bitta videoni oxirigacha ko'radi, o'shani kopiya qilib aytadi, davololmaydi. Shuning uchun qolgan gap xalqda qoldi. Tanlov, ko'zi ochilishi xalqda qoldi. Lekin men mana meni YouTube kanalimni ko'rsalaring, men YouTube kanalimni ko'rayotgan bo'lsalaring, a'zo bo'lib tugmachani bosib qo'yinglar. Juda ko'p o'zingizga, yaqinlaringizga foydali narsalar mana shu kanaldan topishlaring mumkin. Mana shu YouTube kanalimni ko'rgan bo'lsangiz, bir haftada hech bo'lmaganda 2-3 marta tuzalgan odamning videosini olib chiqamiz. To'g'ri. Kuzatdingizmi shuni? Men kuzatib bordim. Mana yaqinda farg'onalik chiqdi, uni ko'rdim. O'shanda ham men chiqqan videolarni ko'rib xursand bo'ldim, shuning uchun keldim dedi. Mana natija oldim, shu yigitga o'xshab qoldim dedi. Uni ko'rdim. Keyin bir opani chiqdi. Opa ham adashmasam 33 yil dedimi? 33 yil qo'rquvda yashaganim 33 yil bo'ldi dedi. Chunki hech kimni majburlamaysiz. Bu yerda sen chiqasan, sen chiqmaysan demaysiz-ku. Agar xohlovchilar chiqadigan bo'lsa, yuzimni ko'rsataver deganlar bo'lsa, lekin masalan kelgan chiqaryapsiz. Kelgan. Masalan 10 tadan misol uchun 9 tasini bittasi xohlamaydi chiqishdi. Yo'q, unaqa emas. 20 tadan bittasini chiqaramiz. Sababi vaqtimiz bo'lmaydi. Odamlar ko'p keladi-ku, o'sha paytda ichida bittasi bo'lib qoladi, biz orada vaqtimiz bo'lib qoladi. Sizni video olib internetga solib uchun aytsangiz, mayli deydi, shu bitta olib qolamiz. Atak har kuni nechta video qo'yishimiz mumkin. Bittasi bo'lib qoladi, shu internetga olishga vaqtimiz bo'ladi. Lekin yuzini natija qo'yib borasiz. Men natija haqida gaplashaylik. Natija qo'yib boryapsiz. Chunki yuzini ko'rsatgan ham gapiryapti, yuzini ko'rsatmayman deganlar ham bor. Lekin asloni bizga keraklisi natija. Natija bo'lyaptiki, shu odamlar kelyapti. Misol uchun. Natija bo'lmasa ovozini ham chiqarmaydi-ku. Shunday. Masalan, bitta qizi 24 yoshi, aytaylik, ko'zini oldida avariya bo'ldi. Shunaqa bo'lib qoldi, ertaga yerga tegishi kerak. Agar men o'sha qiz yuzini ko'rsatsam, otasi bor endi, onasi bor, qizim ertaga turmushga chiqadi deydi. Bu deydi shunaqa kasal bo'lgan ekan degan gap so'z menga kerak emas. Qanaqa qilib yuzini chiqarasan? Chiqara olmaysan. Shunday. O'zi xohlagan taqdirda ham chiqara olmayman yoki bitta katta ishxona rahbari. U rahbar hech narsadan qo'rqmaydi. YouTube'ga ham chiqishga rozi. Lekin uni qo'lida ishlaydigan 60 ta, 70 ta, 100 ta odam o'zin rahbarini deydi, bu odam deydi, bilasanmi qanday kuchli odam deydi. Bizga deydi non topib beryapti, biz qo'lda ishlayapmiz deydi. Uni ojizligini shunaqa kasal bo'lib qolgan biz ko'ramiz. Endi конечно olib chiqmaymiz, o'zi ham chiqmaydi. Men deydi, shunaqa joyda ishlayman deydi. Menga deydi, qancha odam deydi, qo'limda ishlaydi. Ular deydi, meni boshlig'im kuchli deb o'shandan kuch oladi deydi. Ularni ham chiqara olmaymiz. Yoki aytaylik, bugun bir to'y qilmoqchi, qizini yerga bermoqchi. O'zi kasal bo'lib o'tiribdi, bizga keldi. Qanaqa qilib
biz YouTube'ga chiqib yuzingni ko'rsat deymiz. Ammo natija haqida gapirsak, mana shu ro'za Ramazon oylarida menga savob qiling. Ro'za Ramazondagi savobingiz katta bo'ladi. Mana men sizga anaqa men savob qilishingizga imkoniyatim. Meni tuzating, savob qiling dedi. Aytdim. Men savob qilaman. Senchi dedim. Senchi dedim. Davay sen ham savob qil dedim. Savob bitta bo'lmasin, ikkita bo'lsin dedi. Men chiqaman, savob qilaman. Sen chiqasan, yuzingni ko'rsatasan dedi. Mana savob qanaqa bo'ladi dedi. Chiq, men ishlayman dedi. Natijasidan qo'rqmayman dedi. Masalan, men ishlasam, yuzingni ko'rsatib ishlasam, natija bo'lmay qolsa, nima bo'ladi? Ha deydi, Zemiz opa deydi. Qilolmadi deydi. Yo'q, men qo'rqmayman. Nimaga? Natija qilib beraman. Natija qilib beraman. Bo'ladi natija qilmaganlar. Bo'ladi. Qancha desam, masalan, 50 tadan bitta. Qachon? Sudirki bo'lgan, miyasi operatsiya qilgan, tomdan tushib ketgan, miyasi uxlov, armatura yegan, avariya bo'lganda miyasining qopqog'i bir ochilgan, yoki avlodida ruhiy kasallik bor. Xohlasak ham natija qila olmaymiz. Chunki miyani o'sha joyida jarohat bor, yara bor, chandiq bor. Lekin nevroz holatida, ya'ni buni ikki xil kasalliklar bor, nevroz bor va nevrozsimon kasalliklar bor. Nevrozsimon kasalliklarga cherepno-mozgovoy travmalar, ruhiy genda kasalliklari, endogenni deymiz kasalliklar kiradi. Ana o'sha joylarda biz ham vaziyatga qaraymiz. Shuning uchun men kelgan insonlarga aytamanki, mana qo'lingga mana vizitni kartochka. 99% holatlarda точно bilaman, natija qaytmaydi. Lekin ba'zan ikkilanganimda o'zim aytaman. Ertaga ertalab keling deyman. Nimaga deydi? Ertaga ertalab kelasiz deyman. Ertaga ertalab keladi. Meni ana ichimdagi ana ikkilanishim ketadi. Yoki o'zi keladi. Buni sen bilgan ekansiz deydi. Men bildim deyman. Nima dedi? Yo'q. Miyanlar tegani bo'lsa kerak-da deydi. Aytdim, miyanlar tegan. Bunda natija bo'ladi, bunda ham natija bo'ladi. Faqatgina erta nevropatolog bilan ishlash kerak. Undan miyani o'sha joylarini davolash kerak, keyin natija bo'ladi. Endi xalqga baribir yana bitta natija haqida xalqga gapirsak. Video orqali tuzalganlar natijasi haqida gapirsak. Nima deb o'ylaysiz, Lochinbek? Men xalqga bergan 10 ta tekin video bor, hozir 10 tadan oshgan. Har bitta videolarim vahimdan tuzatishga xizmat qiladi, lekin o'shaning ichida 10 tasi muhim. Ana o'sha videolar orqali natija olgan insonlar bilan ham gaplashdingizmi? Mana siz internetda sizni roligingiz odamlarga tarqab ketdi, kepkali bola degan gapi oldingiz o'zingizga taxallus, kepkali bola deb. Ana shu kepkali bola sifatida sizga murojaat qilganlar ichida video, Zemiz opaning videosini ko'rdim, natija bo'ldi deganlar bormi? Bor. Juda ham ko'p ular. Necha foizlar deb o'ylaysiz? 80-85%lar, 90% gacha bor. Sababiki ular shu videolar orqali tushunib yetyapti. Endi sizni videolaringizni ko'rib boradi-da, keyin video roliklar chiqadi. Video rolik chiqyapti-da, keyin ko'rgandan keyin o'shalar menga telefon qilishadi. Menga telefon qilishyapti. Mana shu nomerni qo'yganman. Chunki odamlar qiynalmasin deb qo'ydim nomerni. Hozir yana aytaverasanmi? Hozir yana nomeringni aytaverasanmi? Aytaveraman. Nomerim aytaman, yana kimni qiziqtirsa yana aytaman, 94lik 357 20 89. YouTube'ga ham, Instagramga ham yozib qo'yganman shuni. Tagiga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi operatorlarimiz. Chunki sababiki menga telefon qilib shu videolarni ko'rib, shu videoni ko'rib qoldim, sizni ko'rib qoldim, Zemiz opaning videolarini tomosha qilib o'tirganimda, siz ekansiz, nomeringiz bor ekan, sizga telefon qilaman deganlar juda ham ko'p bo'ldi. Men hozir mana Qashqadaryo, Samarqand,
Qashqadaryodagi Surxondaryolarda meni judayam ko'p do'stlarim bor. Ha, shu kasallik shu kasallik bo'yicha o'rtoq bo'lib ketdingiz. O'rtoq bo'lib ketdim. Bularni kechqurun savoliga javob berib, qiynalmadingizmi? Men chunki miyam o'chib ketgan-ku. Chunki men uncha esla olmayman-da. O'zimni kasalimni bo'lgan voqealarni esla olmayman, lekin bular menga savol berishadi, ha shunday bo'ladi deyman. Chunki eslab aytib beraman-da, bularga shunday bo'ladi deyman. Lekin ko'pchiligi tushunib oldim, bo'ldi, miyam anglab oldi, to'g'ri aytyapsiz degan gaplarni ko'proq eshitdim. Misol uchun, psixologga bormasak ham bo'ladi-ku deganlar bo'ldi. Misol uchun, chunki darsliklarni ko'rib, shu haqiqatan rostmi yo'qmi deb menga telefon qilganlar bo'ldi. Men ularga shu haqiqatan biz o'ylab yurgan narsa yolg'on ekan. Biz mana o'ylab yurgan narsa miyamizdagi hammasi bo'lmagan fikrlar ekan. Biz shunga ishonib yashaymiz ekan deb aytganimdan keyin o'sha bular mana shu nevroz holatdagi mana shu bemorlar o'sha ularda o'zgarish paydo bo'ldi. Sizda ham shunaqa bo'lganmi deganda men ha deyman ularga. Men ham sizlarga o'xshab ishonganman. Sizlarga o'xshab men ham yuragim kasal ekan va yuragim tez urib ketadi. Mana aytda og'riq bo'lyapti, yuragim og'riyapti deb yurganman. Lekin bu haqiqatdan ham yolg'on og'riqlar, yolg'on fikrlar, hammasi hech qaysi bo'lmaydigan nima deydi, bo'lmaydigan ishlar ekan deb dedim. O'ylaganman deganimda ertasi kun telefonni o'chirib 3 ta 4 tasi telefon qilardi. Men bugun yaxshi uxladim. Siz bilan gaplashganimdan keyin meni kalamga fikr kelmay qoldi. Ozgina kelib turadi. Yo'q. Men ularga nima deb maslahat beraman? Yo'q. Qiynalayotgan bo'lsangiz, mutaxassisga boring. Men mutaxassis emasman. Faqat sizga yo'nalish. Chunki insonning miyasi baquvvat bo'lsa, o'zini uddaladigan bo'lsa, anglab olsa, o'zi ham chiqib ketib qoladi. O'zi ham chiqib ketadi. Ba'zi paytda. Lekin mana bunday olib yursa, og'ir holatga kelgandan keyin uni juda uddalash qiyin. Juda ham uddalash qiyin. Uni dorisi yo'q, ukoli yo'q, banisasi yo'q uni. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu kasallik 100% tuzaladi. Ruhiy kasallik emas. Nevroz faqat sog'lom odamlarda bo'ladi. Esingda tursin. Sog'lom odamlar nevrozga uchraydi. Ruhiy kasallik u boshqa narsa. Mana shu eslangda tursin. Undan keyin yana bitta eslangda tursin. Qonun darajasida miyangizga yozib oling. Nevrozdan keyin hech qachon rak, Parkinsonizm shunaqa gap tarqatibdi bo'lmaydi. Eslangda tursin. To'g'rimi? To'g'ri. Hech qanaqa kasallik aniqlanmaydi. Bu hech qanaqa kasallik, nevroz kasalligi hech qanaqa kasallikka olib kelmaydi. To'g'rimi? Va psixbanizani kasali emas. Sog'lom. Sizlar men nevrozingiz bormi, qo'rqyapsizmi, vahimaga tushyapsizmi? Biling siz sog'lomsiz, nevrozsiz siz. Vashshi qo'rqish kerak emas. Ammo vaqtida shifokorga borish kerak. Nima uchun? Nima uchun? Agar bu narsa chuqurlashib ketsa, 3 yildan 5 yilgacha biz nevroz tashxisini qo'yamiz, undan keyin shaxs buzilishini qo'yamiz. Shaxs buzilishlari, fikr buzilishlari, affektiv buzilishlar paydo bo'lib qoladi undan keyin. Ya'ni bu yerda depressiya, nevrotik depressiya ham qo'shilib ketadi. Ana shaxs buzilishi, nevrotik depressiyalar qo'shilib ketmasligi uchun tezroq mutaxassisga murojaat qiling. Yana bitta kichkinagina qismi qoldi dori haqida. Dori ichganmisiz va dori ichganlarga nima maslahatlar berasiz? Yo'q. Men dori ichganim yo'q. Umuman ichmadingizmi yoki qisqa muddatmi? 7 yil ichida umuman ichmadingizmi? 7 yil ichida men neyropatologga borganman. Neyropatolog dori-darmon tabletkalar yozgan, lekin menga nojo'ya ta'sir qilgan. Sababiki menga uyqu dori, uxlashing kerak, miyang dam olish kerak deganda menga dori yozdiki, u dorini ichdim. Lekin menga nojo'ya ta'sir qildi, chunki 4 soat, 6 soat uxlatadigan dori menga 12 soatga ta'sir qildi. Men o'shalar dori ichmaganman umuman. Bundan keyin ichganim yo'q.
Lekin 7 yil davomida nerpatologni bir marta yozganini dorilarni olganman, ichganman. U uxlatadigan, miyaga dam beradigan dorilar edi. Lekin shulardan ham bitta ikkitasini ichganman. Shu bilan ham chiqib keta olmadingiz. Yo'q. Yo'q. Endi qarang, men psixiatr sifatida o'zim dori yozadigan mutaxassis sifatida aytaman. Nevrozda faqat psixoterapiya yordam beradi. Shunday. Dorilar esa faqatgina og'ir vaziyatdan chiqib olishga yordam beradi. 4 kun uxlamagan, o'zini kuchi bilan uxlashi qiyin, shu paytda neyroleptiklar, antidepressantlar, ya'ni depressiyalar bo'lsa, benzodiazepinlar ozgina beramiz. Ammo ba'zi, yana bitta narsa haqida gapirib ketmoqchiman. Ba'zan o'sha alprazolam, Xanax degan narkotik ta'siriga ega bo'lgan psixotrop moddalar bor, psixoaktiv moddalar bor. Benzodiazepinlar deymiz, fenazepam, nazepam, tazepam deganlari bo'lar edi, doripam deganlari bor hozir. Mana shu dorilar 14 kundan oshiq berilsa, dori narkomaniyasiga olib keladi. Vaholanki ba'zi neyropatologlar, ba'zi doktorlar bilar-bilmas uni bir oyga, ba'zan ana shuni ichdim, yaxshi yurdim deb kasallar yana qaytalardandir topib olib ichib, dori narkomaniyasiga uchrab qolyapti. Shuning uchun qo'rqitmoqchi emasman, ammo dori ichayotganda o'sha doridan chiqib ketish uchun ichish kerak. Doriga suyanmasdan bu kasallik bilan chiqib ketish kerak. Bizning qabulimizga keldingiz, biz sizni faqatgina bu podkastimiz uchun chaqirmadik. Xalqga hali qiziq bo'ladi bu narsa. Meni kechir ko'rsatuviga chaqirdik. Lochin mendan kechirim so'raydimi? Men Lochindan kechirim so'radim. Sababi o'sha 5 millionga yaqin prosmotrga ega bo'lgan o'sha kepkasi orqali xalqga tanilib, xalqga yordam berib va shuni oqibatida ko'p odamlardan, balkim uning ichida bitta eng ashaddiysidan qalbiga og'irliklar, qalbiga juda og'ir udarlar yedi. Sen gaplashib olgansan, sen nima qilyapsan, aldayapsan, sen pulga gapiryapsan degan gaplar bo'ldi. Va men birinchidan o'sha mana shu kasaldan tuzalganingizga 1 yil bo'lgani munosabati bilan, ikkinchidan ro'za Ramazon oyida aldamasmiz axir. Biz ham musulmonmiz axir. Ana shu oyda yana bir marta savob qiling. Biz ham yana bir marta to'g'risini aytaylik deb sizni chaqirdik va bizning klinikamiz, Psixomet 24 klinikasi sizga xizmat ko'rsatganidan va sizni xalqqa xizmat ko'rsatganingizdan qaysidir ma'noda xursandmiz. Tuzalib ketganingizga va xalqqa chiqib men tuzaldim deganingizga motivatsiya berib, odamlarga borini aytayotganingizga. Bizga reklama kerak emas. Bizga borini aytganingiz kerak. Borini aytganingizga xursandmiz. Mana bizning oldimizda Psixomet 24 klinikasiga paniska atakalar, nevroz kasalligi bilan kelib tuzalgan yigitimiz o'tiribdi. Tuzaldim deyapti va 1 yildan keyingi holat Imomboy bo'lsin iloyim, uyi, dasturxoni, tanishati, farzand bog'lari hammasi barakaga to'lsin. Rahmat. Biz 1 yildan keyin mana shu pasiyentimizni ko'rganimizdan xursandmiz. Siz ham agar sizda nevroz kasalligi bo'lsa, mana shu yerga kelib tuzalganlar bormi desangiz, men chiqaman. Men YouTube'ga chiqaman. Men tuzalsam bo'ldi. Men YouTube'ga chiqib qanaqaligimni aytaman desangiz, bizga murojaat qiling. Sharti bor. Biz savob qilamiz, siz ham savob qiling. Sizning savobingiz esa yuzingizni ko'rsatib, shu yigitimizga o'xshab borini hech narsadan uyalmayman. O'g'irlik qilmadim, yomon ish qilmadim. Men faqat shu kasal bo'ldim. Nima kasaldan uyalamanmi? Sinov-ku bu deb to'g'risini aytadigan inson bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizni ro'za Ramazon kunlarida savob qilishingiz uchun yordam beramiz, o'zimiz ham savob qilamiz. 100% bepul. Sizdan talab shart. Siz ham shu yigitga o'xshab tuzalasiz, telefoningizni berasiz. 1 yildan keyin Xudo xolasa Alloh umrimizni ziyoda qilsin.
sizni chaqiramiz. Nima dedingiz? To'g'ri. Xudo xolasa mana haqiqat tuzalaman deganlar harakat qilinglar. Mana ro'za Ramazon oyida mana Zimriz opa mana shunday imkoniyatlar yaratib beryapti. Bu har doim emas. Shuning uchun shu imkoniyatdan foydalaninglar, kelinglar, davolaninglar. Mana YouTube'ga chiqib yoki o'zlaringizni ko'rsatib, sizlarda qanday natija bo'lganini xalqqa namoyon etinglar. Keyin mana siz mana ro'za Ramazon oyida savob uchun, siz uchun, savob uchun ishlab beradi. Savob uchun ishlayman. U taraf ham savob uchun ishlasin. Ya'ni savob bir taraflama bo'lmasin. Ya'ni faqat men ishlab, u yuzini yopib olib, tuzalib, qochib qolmasin. Savob barakali bo'lsin. Men chiqaman xalqga, u chiqsin xalqga. Natijani to'g'ri aytsin, xuddi siz kabi. Mana bizning klinikamiz shunaqa ishlaydi. Savobmi savob, boshi ham oxiri ham. Ya'ni men chiqaman, siz ham yuzingizni ochib, men palonchiman. Shu kasallik boshimga tushdi. O'g'irlik qilmadim, yomon ish qilmadim, lekin shu kasallik sinovdaman. Men chiqib ketsam sizlarga aytaman deng, biz ishlaymiz. Biz qanaqa ishlaymiz? Shu savob ichida bepul ishlaymiz. Bepul ishlash sharti. Men chiqaman, natijani ko'rsatgan, siz yuzingizni ochib, natijani qanaqaligini aytasiz xalqqa. Kim ekan bu mutaxassis? Psixiatr, Psixomet 24 klinikasining rahbari, psixiatr, narkolog, psixoterapevt va psixolog. Mana shuncha mutaxassis egasi Psixomet 24 klinikasining rahbari. Va bizning quyidagi kontaktlarimiz orqali bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62. Qaysi metodlar bilan ishlaydi? Biz mana shu videoning tagidagi linklarda qaysi metodlar bilan ishlashimiz yozilgan videolarni sizga taqdim etamiz va bularni sanab o'taman. EMDR terapiya, miyadan vahimani o'chirish metodi, kognitiv bexvarial terapiya, dialektik bexvarial terapiya, gipnoz terapiyasi, neurolingvistik terapiya, transanaliz va yana qancha metodlar bilan birga sizning miyangizda ishlaymiz. Ishimizga javob beramiz. Hammangizni uyingiz tinch, qalbingiz sokin va ro'za Ramazonda ibodatlaringiz dargohida qabul bo'lsin. Hamda kim shifoga muhtoj bo'lsa, biz sabab bo'lsak, bizga murojaat